mahsulotlarini qayta ishlash uchun Xalq bankidan kredit olgandim. Uni olishda men hech qanaqa qiyinchiliklarga duch kelmadim. Hozir shu olgan kreditimni nimasi bo'yicha ishlarni olib boryapman. İşlerim yaxshi. Hech qanaqa muammoga duch kelmadim. ikkita odam ish band qildim ishlashga. Hozircha rahmat. Un mahsulotlarini qayta ishlash uchun Xalq bankidan kredit oldim. Hozir ish faoliyatim yaxshi, Xudoga shukr. Ikkita odamni ish o'rinlari bilan band qildim. Davlat Xalq bankidan minnatdorman.